Nega ba'zi bir shved erkaklari boshqa millat ayollarini ko'proq yaxshi ko'rishadi? Aynan osiyolik, Xitoy, Yaponiya, tailandlik yoki ispan va afrikalik ayollarni turmush o'rtoq sifatida tanlashadi. Gap tashqi ko'rinishda emas, bu madaniyatga bog'liq. Shved odamlari dunyodagi eng sovuqqon va hissiyotlarni kam ko'rsatadigan odamlar sifatiga kiradi. Va Osiyo, ispan, Afrika ayollari esa aksincha muloqotda iliqroq hissiyotlarni bemalol namoyish eta oladigan, g'amxo'rlik va qiziqishni ko'proq bildirishadi. Shved erkaklariga esa bu ekzotika emas, aksincha emotsional balans hisoblanadi. Shvetsiyada munosabatlar bu kelishuv demak. Sotsiologlarning kuzatuviga ko'ra, shved juftliklarida hamma narsa muhokama qilinadi. Chegaralar aniq belgilanadi. Hamma narsa kelishib olinadi. Kim, qachon, qayerda, nima uchun va ba'zi erkaklar bu narsadan charchashlarini tan olishgan. Boshqa madaniyat vakillari bilan kamroq rasmiy, ko'proq his-tuyg'ular bilan yashaydi. Va yana bir sabablardan bittasi, Shvetsiyada gender tengligi juda ham kuchli rivojlangan. Lekin aynan shu sababli romantika neytral bo'lib qolgan. Oilada rollar aniq emas, tashabbus ko'rsatish esa qiyin, chegaralarni buzib qo'ymaslik uchun. Boshqa madaniyat vakillari bilan esa rollar ko'proq tushunarli. Psixologiyada shunaqa qiziq holat bor. Odamlar, ya'ni erkak kishi ko'proq o'zini yanada erkakcha va ayollar esa o'zlarini ayol deb his qiladigan juftliklarni tanlaydilar. Intermadaniy juftliklarda esa farqlar shaxsiyatni kuchaytiradi. Bu narsalar ong ostida bo'ladi, lekin juft tanlashda mana shu narsalar juda ham ta'sir qiladi. Bu shved ayollari yomon degani emas, bu boshqa ayollar yaxshiroq degani ham emas. Faqat turli madaniyatlar munosabatda turli hisni beradi.